Botoks bilan bittada siniq ajinda yoyishning umuman iloji yo'q. Bugun sizlar bilan birgalikda botoksning minus va plus taraflarini ochib beraman. Botoksning plus taraflari yuzingizni yoshroq ko'rsatadi va har doim siniq ajinlar tushib ketishini oldini oladi. Botoks o'zi qachondan qilinishi mumkin? 25 yoshdan agarda botoks olsangiz, yuzingizga siniq ajinlar tushishini oldini olasiz. Buning minus taraflari agarda nojo'ya nuqtaga, ya'ni noto'g'ri nuqtaga qilinganda mimika qotib qolishi, yuz qiyshayib qolishi alomatlari bo'ladi. Bu botoksni yechib olish uchun juda ham qiyin prosedura. Shuning uchun professional masterga borishingizni maslahat beraman. Har doim to'g'ri dozada, to'g'ri nuqtaga qilinganda botoks ideal darajada yuzingizni yaxshi qilib beradi. Ya'ni ajinlarni yo'qotib beradi. Botoksning ta'siri 6 oydan uzog'i bilan 1 yilgacha turib beradi. Va bundan so'ng yana qayta qilinishi kerak bo'lgan prosedura hisoblanadi. Ko'pchilik ayollar o'sha yuzlariga siniq tushib ketgandan keyin kelishadi-da, bittada botoks bilan ajinlarimni ideal tarzda yoyib bering, yuzim tiniq bo'lsin degan savollar bilan kelishadi. Yo'q, buni iloji yo'q. Botoks bilan bittada siniq ajinda yoyishning umuman iloji yo'q. Uni etapma-etap sekin-sekin yoysa bo'ladi. Xo'p, botoksning yana bitta xususiyati shundaki, teri kачествосida nima uchun 3 oy muddatda turadi. Bunda teringiz agar quruq bo'lsa, botoks o'zining kuchini tez yo'qotadi. Ya'ni 3 oyda tashlab yuboradi. Bu tashlab yuborish deganda yuzingiz yana osilib ketib, unaqa holat bo'lmaydi. Eski holatingizga qaytishingiz mumkin. Lekin undan yomon ahvolga tushmaydi yuzingiz. Yuzingizni va sog'lig'ingizni professional masterlarga ishonib topshiring.